Aktyor Shahzod Sultonov haqida xabarlar tarqaldi va keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalish uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Shahzod Sultonov 30 yoshda. Aktyor mashhur san'atkorning o'g'li ekanini nega sir tutgan? Mashhur san'atkorning farzandi boks bilan professional shug'ullanuvchi o'zbek shou biznesidagi taniqli bo'ydoq aktyor Shahzod Sultonov bu yil 30 yoshni qarshiladi. Hamkasblarining ba'zilari bilan aloqani butkul uzgan, san'atdagi eng yaqin do'sti bilan orani ochiq qilgan xonandalik faoliyatini ham olib borayotgan aktyorning tug'ilgan kuni munosabati bilan uning hayoti va ijodiga nazar solamiz. Otam bokschi bo'lishimni istagan deydi aktyor. U xonanda Oybek Sultonov oilasida kenja farzand bo'lib dunyoga kelgan. Otasi o'z davrining mashhur xonandasi bo'lishiga qaramay, kenja farzandining sportchi bo'lishini orzu qiladi. Otam juda kichkinaligimdan boshlab boks bilan shug'ullanishimni istagan. Mahallamizda boks bo'lmagani uchun avvaliga Muay Thai sporti turi bilan shug'ullanganman deydi aktyor. U paytda sportni his qilganmanmi yo'qmi bilmadim, ammo keyinchalik sport hayotimni bir bo'lagiga aylangan deydi aktyor. Yuqori sinfga o'qigunga qadar bokschi bo'laman deb orzu qilardim. Bolalikda sho'x bo'lganman, ammo ko'cha-kuyga urishishni yomon ko'rardim deydi aktyor. Chunki ustozim zarbangni kuchini ringda ko'rsat deb ko'p ta'kidlardi. Maktabdagi baholarim u qadar a'lo bo'lmagan, chunki asosiy vaqtimni sport zalida o'tkazardim deydi Shahzod Sultonov. Moddiy qiyinchiliksiz ulg'ayganmiz deydi aktyor. Aktyor bolaligi go'zal o'tgani, otasi ularning yaxshi yashashi uchun barcha imkoniyatlarni yaratib bergani haqida gapirdi. Ko'pchilik ijodkorlar intervyu berganda bolalikda qiynalgani, ishlagani haqida gapiradi. Maqtana olamanki, menda bunday muammolar umuman bo'lmagan deydi aktyor. Otam to'ylarga borar va topgan daromadini farzandlariga sarflardi. Hech qachon puldan zo'rqqanimizni eslolmayman deydi aktyor. Kenja farzand bo'lganim uchunmi meni ko'proq erkalatishardi. Hozir o'ylab qarasam, bolaligim shahzodalarga xos o'tgan. Sendan aktyor chiqmaydi deyishgan. Shahzod Sultonov ustozlarining ishonchsizligi va 3 yil faqat massovka rollarda suratga tushgani haqida gapirdi. San'atkor bo'lishimga oilam hech qachon qarshi bo'lmagan. San'at institutiga o'qishga kirganimda ham quvonishgan. Ammo hech qayerga otamning nomini sotmaganman deydi aktyor. Sardor Rahimxon meni qo'llagan deydi aktyor. Aktyor Sardor Rahimxondan minnatdorligi va u sabab ilk katta rolni ijro etgani haqida gapirdi. Institutda magistrlarning diplom ishi namoyish etiladigan bo'lgan. O'sha tadbirda men ham kursdoshlarim bilan ishtirok etdim va so'ngida Sardor Rahimxon bilan suratga tushdik. O'shanda u inson bilan tanishib qolganman. Keyinchalik u inson klipi uchun kasting o'tkazayotgani haqida eshitib qoldim va telefon raqamini topib qo'ng'iroq qildim. Eng qizig'i ular meni tanidi. Agar rejissyor qarshilik qilmasa, klipga tushishi mumkinligini aytdi. Ba'zilar ishonchsizlik bildirayotgan bir paytda ularning yordam qo'lini cho'zgani katta kuch bag'ishladi deydi aktyor. Sardor akadan odamning ortidan gapirmaslikni va yomon gumonda bo'lmaslikni ham o'rgandim deydi aktyor Shahzod Sultonov. Ota-onam topgan qizga uylanishim mumkin deydi aktyor. Kattalar baribir ko'proq narsa ko'rgan biladi, ammo ular ham adashadi. Bu aniq. Qizni ota-onam topsa ham borib, ko'rishib, qizning qandayligini bilib, keyin bir qarorga kelishi mumkin deydi aktyor. Ammo oilamizda bizni desang, shu qizga uylanasan kabi gap so'zlar yo'q va bo'lmasa ham kerak deydi aktyor. Aktrisa bilan oila qurishingiz mumkinmi degan savolga shunday javob berdi. Albatta mumkin, faqat undan keyin san'atdan ketishini istayman. Chunki oilali ayolni eridan boshqa erkaklar ko'rmasligi kerak. U omma e'tiboridan chetda yurgani ma'qul deydi aktyor. Shahzod Sultonov qanday sifatlarga ega qizni turmush o'rtoqlikka tanlaydi? Uchrashuvda chiqqanda qizning chiroyiga albatta qarayman deydi aktyor. Ba'zi yigitlar menga chiroyi shart emas deydi, ammo men buni yashirmayman. Chunki didimga mos kelish kerak. Dunyoqarashi, fe'l-atvoriga ham e'tibor beraman. Ba'zi qizlar borku, hech qanday uy yumush qo'ldan kelmaydi. Men erkak bo'lsam ham uydagi ishimni ham, ko'chadagi ishimni ham o'zim qilaman deydi aktyor. Sport kiyimlarimni ham kir yuvish mashinasiga o'zim solaman. Biror joy chang bo'lsa o'zim artib tozalayman. Agar to'ydan keyin ham shunday yashasam, uylanganimdan nima ma'no deydi aktyor. Qisqa qilib aytganda, erkak ham ayol o'z vazifasini bilishi shart deydi aktyor.
Aktyor necha marta uchrashuvga chiqqan. Hali biror marta ham uchrashuvga chiqib ko'rmaganman, deydi Shahzod Sultonov. O'tgan yili bergan intervyularning birida ko'zim ko'rmay qoladi deb qo'rqqandim, deydi aktyor. Aktyor 2023-yilda Andijonda boks bo'yicha katta jang o'tkazdi. Jang uning g'alabasi bilan yakunlangan bo'lsa-da, u ko'zdan jiddiy jarohat oldi. Raqibimning zarbasidan ko'ra himoyasi kuchli ekan, bu meni ancha charchatdi, deydi aktyor. Yuzimdan 2 ta jiddiy zarba oldim. Yuzim uvushib, hech narsani his qilmay qoldi. Undan keyin bir ko'zim xiralashib, asta shishib, umuman ko'rmay qoldi. Ammo jang mening g'alabam bilan yakunlandi. G'olib bo'la olmaysan deb yuzimga yoki ortimdan aytganlar oldida yuzim yorug' bo'lganidan juda quvondim, ammo ancha vaqtgacha syomkalarda ishtirok etolmadim, deydi aktyor. Eng yomoni ko'zim ko'rmay qolsachi deb qo'rqqandim, deydi aktyor Shahzod Sultonov. Hayotda kimga o'xshashga harakat qilaman degan savolni o'zimga ko'p beraman, deydi aktyor. Men doim dadamga o'xshashga harakat qilganman. Otam san'atkor ekanini ma'lum paytgacha yashirib kelganman. U san'atni ham boshqa ishlarni ham yaxshi eplagan. Qirol Sher multfilmi borki, shundagi Qirol Sher dadam, kichik Simba o'zim deb o'ylardim. Nega unday o'ylaganman bilmayman haligacha. Otam mening qahramonim. Hozir ham uyda yo'q bo'lsa, uyimiz huvillab qoladi, deydi aktyor hayotdagi kumiri haqida. Shahzod Sultonov ota-onasining hurmatini joyiga qo'yadigan san'atkorlardan. U 2024-yilda ota-onasiga uy, 2025-yilda esa mashina sovg'a qiladi. Shahzod Sultonov nafaqat aktyor, balki xonanda hamdir. U Aldaydi, Unutma ona, Gulbahorim, Xazon kabi o'ndan ziyod qo'shiqlar muallifi. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang.